Do'stlar, yangi obyektimizga kelganmiz. Bu yerga xitoylik bratlar FAO deydimi, FASH deydimi, shuni zavodi tushyapti. Xudo xolasa, endi ishlarni boshlashdi. Hozir bir qator metrlarini andazasini olamiz. Hop, 68. Bu yog'i 16,5. Yani 60. Qaralaganda o naralarda o'lchasan, bittasi 68 chiqyapti, bittasi 66 chiqyapti. Yo'q, uka 68 olaver, hammasi 68 bo'laversin deydigan bo'lsangiz, qiynalmaysiz, mana yonboshini o'zini qilib qo'yasiz. Hay. 68 qilaveramiz, aka. Yetmay qoladigan taqdirda ham buni temirda mana yerida mana 2 sm zapas bordi. O'zingizga qilgiziraman. Bo'ldi. Men sizga hisob kitob qilib, nech puldan bo'lishini aytib qo'ysam bo'ldi ekan-a? Ha, bo'laveradi. Shep. Xabarlashamiz. Xo'p. Chertyo'zlarni oldik, endi xudo xolasa borib hisob kitob qilib, akamizga qanchaga tushishini aytib beramiz. Akalar, kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bitta alo deysizlar, eshiklarni chiroyli qilib tkazamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.